Bir inson o'g'lini uzoq safarga jo'natayotib, bolam, ehtiyot bo'l, to'g'ri yo'l, to'g'ri tur, halol ishla, halol mehnat qil, vaqtida ovqatingni ye, vaqtida damin ol bolam. Bolam, siningni ehtiyot qil. Siningga ko'z quloq bo'l, siningga ehtiyot qil, siningni ehtiyot qil. Bola o'yladi, men uzoq safarda bo'lsam, sinim uyda qolayotgan bo'lsa, men qanaqa qilib safarda yurib, uydagi sinimni ehtiyot qilaman? Mayli, xo'p, dada deb ketdi. Uzoq safarga bordi. Borgan joyda bir chiroyli qizni yaxshi ko'rib qoldi. Ketidan ilakishib, ergashib yuradigan bo'ldi. Bir kun bir payt bo'lib qoldi, xoli joyda boyagi qizi borib bir quchoqladi-yu, o'pib qochdi. Shu ishni qilib afsus qildi. Bekor qildim dedim. Shuni nima ham qildim? Shundan nima mazza ham topdim? Bekorga qildim deb qilmasam bo'lar ekan deb vijdoni ezilib yurdi. Safar tugadi, uyiga kelib shunday eshigidan kiruvdi. Dadasi hovlida turgan ekan, ko'zi tush bilan, "Ey badbaxt" dedi. "Men senga aytgandim-ku, siningni ehtiyot qilgin deb. Nega sen shu ishni qilding?" dedi. "Iflos, nega sen shu ishni qilding?" dedi. Nimaga desa, o'sha safardalik paytda begona qizni quchoqlab o'pib qochgan paytda buni ham singlisini bir yigit quchoqlab o'pib qochgan ekan. Qaytar dunyo, birodar. Zino qildingmi, zino qilinasan. Sen birovnikini qildingmi, senikini birovlar qiladi. Ovora bo'lma bu, shunday yopilib ketmaydi. Zino qarzga o'xshaydi deganlar. Agar shu ishni qilib qo'ygan bo'lsang, bugun tavba qil, dod deb yig'la. Qizlarimdan qaytarma, xotinimdan qaytarma, kelinlarimdan qaytarma deb bugun tavba qil.